Birinchi farzandim, qizim E'zozda tug'ilganda birdaniga menda xavf hissi paydo bo'lgan. Chunki men o'zi tabiatan juda ham ta'sirchan odamman. E'zozlar men bilan vaqt o'tkazishni yaxshi ko'radi. Har qanaqa mashg'ulot qilsak ham, men yonida bo'lsam, telefonsiz bo'lsam yaxshi ko'radi. Chunki men doim telefondaman, ishim telefon bilan bog'liq va ko'ziga qaragan paytim u juda ham xursand bo'ladi va mana shu vaqtni tez o'tkazishga harakat qiladi. Mana bunaqada yaxshilab aytib berishga, o'zini teksturib o'sha fikrini aytib berishga harakat qiladi. Chunki biladi, mana bu men unga qarab turgan vaqtim doim ham emas, men buni bilaman. Masalan, ovqat qilayotganda telefon bilan ovqat qilmaymiz-ku, telefonni yig'ishtiraman. Ovqat qilamiz birga. Kartoshka archiymiz, qila oladigan ishlarni beraman, yonimda turib, kichkina stulchani qo'yib ovqat qiladi. O'sha vaqtda biz gaplashamiz. O'sha vaqtda biz har xil o'yinlar qilamiz. Unga ma'lum bir vazifalarni beraman va yarim soat ovqat qilish jarayoni sifatli o'tadi. Ota-ona bo'lish hech qachon oson emas. Bolani tarbiyalash bu eng katta og'ir ish ekan. Chunki tarbiyalaysiz. O'qib ham tarbiyalaysiz, kitob o'qib tarbiyalaysiz, qaysi professorni eshitib ham tarbiyalaysiz yoki kattalarni eshitib tarbiyalaysiz yoki o'zingizdan kelib chiqib tarbiyalaysiz va bilmaysiz to'g'ri qilyapsizmi yo'qmi? To'g'rimi hozir qilgan narsangiz? Qanchalik bu ertaga natijasini beradi? Bunga hech qachon 100% amin bo'lmas ekansiz. Farzandim tarbiyasiga kelganda men ma'lumotni yengil berishga harakat qilaman. Bu degani bolaga juda ham ko'p mavzu berib, masalan 5-6 til o'rgatib, kunini faqatgina bilim olishdan iborat qilish shart degani emas. Bolaga maroqli o'yin va o'sha o'yinning ichida foydali ma'lumot berib ketish mumkin. Masalan, biz ko'chaga chiqqanda qizim bilan albatta tabiatni tomosha qilamiz, gaplashamiz. Gaplashgan paytimiz ilmiy, juda ham qiyin bo'lgan mavzularni oddiylashtirishga harakat qilaman. Masalan, yoz nimaga isib ketyapman? Quyosh seni aychom qildi. Quchoqlayapti seni. Chunki yozda quyosh bizga yaqinroq keladi. Chunki quyoshning atrofida biz aylanamiz, biz unga yaqinroq. Har safar qandaydir bilimni oddiyroq qilishga harakat qilaman va bunda bola oladi. Qachonki siz o'zingiz o'sha mavzuni tushunsangiz va bolaga soddalashtirib bera olsangiz, bola qabul qiladi. Agarda bilim berish, til o'rganish o'yin tarzida bo'lsa, uni yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan bo'lsa va bolaligini o'g'irlamasa, bu nur ustiga a'lo nur, lekin ota-onalar o'ziga nazar solishi kerak. Bu har doim bolani o'zini xohishidan kelib chiqishi kerak, o'zi xohlashi kerak va agar yonida ota-onasi bo'lsa, men aminmanki, hamma bola o'sha yangi narsalarni o'rganishga tayyor bo'ladi. Biz gadjetlarsiz hayotni ko'rgan va gadjetlar bo'lgan hayotda yashayotgan avlodmiz. Bizni bolalarimiz esa gadjetlar bo'lmagan dunyoni tasavvur qila olmaydi. Bu masala bilan kurashish, unga qarshi bo'lish tarafdori emasman. Tushunish kerak va gadjetlarni foydali tarafini olish kerak deb hisoblayman. Faqatgina time management, vaqtni juda ham yaxshi rejalashtirish lozim. Men bolalarimga gadjetlarni beraman. O'yin o'ynashi mumkin, kompyuterdan foydalanishi, televizor ko'rishi, YouTube ko'rishi mumkin. Hujjatli filmlar ko'rishga harakat qilamiz. Bu qiyin, lekin bolalar uchun mo'ljallangan hujjatli filmlar bor. Hayvonlar haqida, hayvonlar olami haqida ularni ko'rishga harakat qilamiz. Bu qiyin format, chunki doim mana bunaqa 5 sekund, 10 sekundlik videoni ko'rgan bola 30 daqiqalik hujjatli filmni sekin filmni ko'rishi qiyin. Shunda men yonida o'tiraman. 30 daqiqa bo'lsa, o'zimga qiziqmi, qiziqmasmi, yonida o'sha ishimni qilib, kartoshka archib, kiyim dazmollab o'tirib, o'zim izoh berib turaman. Qara, mana hozir ilondan qochyapti. Qara, agar unaqa bo'lsa, bunaqa bo'lar ekan. Qara, bu hayvonlarda ham shunaqa narsa bor ekan. Qara, hayvonlar ham qizg'anar ekan. Lekin baribir jamoa bo'lib yashab ketishar ekan. Sen nima deb o'ylaysan? Bu kimga o'xshaydi? deb savol berib turaman. Bola meni ham bunga qiziqayotganimni ko'rib, oxirigacha ko'radi. Metodikalar juda ham ko'p. Faqatgina bolani o'sha kontakt o'rnatib olish muhimligini unutmang. Tepadan turib, o'chiramiz, bo'ldi, ko'rmaysan emas. Nima ko'ryapsan? Qiziqmi? Bo'ldi endi. Ko'zlarimiz charchadi. Qara, ko'zlaringdagi odamchalar iltimos bizga dam bergin deyapti. Hodisaga aylantirib yuborish mumkin. Shuni ham kichkina bir olamchaga aylantirib yuborish mumkin. Faqat bolani pozitsiyasiga tushish kerak. 24 soat ishlaymiz. Bolalarimiz yaxshi kiyinsin, yaxshi ovqat yesin, o'yinchoqlari zo'r bo'lsin. Lekin bolani qanchalik zo'r o'yinchog'i bo'lishi emas, balki uni kim bilan o'ynashi muhim. Hozir qanchalik ko'p ishlamang, agar farzand o'sha ishlashingiz, o'sha pul topishingiz sizni farzandingiz bilan vaqt o'tkazishga imkon bermasa, bu pullar shunchaki havoga uchadi.
Va yana ko'p ko'radigan narsa bu bolalarni o'sha chiroyli kiyintirish, qimmat kiyintirishadi va yugurma, sakrama, tegma, kir qilasan, kiyim qimmat kiyim. Bola bilmaydi u qimmat kiyimni. Bola nima qilish kerak? Loyga sakrashi kerak. Bola yugurib arg'imchoqdan o'tishi kerak, kir qilish kerak, yiqilish kerak. Bu bolalik aynan shu bilan. O'zi aytishgan-ku, bitta bolani katta qilish uchun 7 mahalla javobgar degan maqolimiz bor-ku o'zi. Bu hozirgi kunga ko'chiradigan bo'lsak, o'zi umuman tag ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, menimcha shu bitta bolani tarbiya qilish uchun ko'p doiralar kerak. Masalan, u ammasi bilan, xolasi bilan, dada taraf bilan, ona taraf bilan yaqin bo'lsa, bolani dunyoqarashi ham kengroq bo'ladi. Hozirgi ota-onalarga meni shaxsiy maslahatim bu: o'zingizni tarbiya qiling. Bolangizga gapirmang. Bolangiz ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsa, siz o'rganing, bolangiz o'rganadi. Farzandingiz tabiatni sevuvchi, insonlarni sevuvchi odam bo'lishni xohlasangiz, o'zingiz shunaqa bo'ling. U sizga qarab, xuddi shunaqa odam bo'lib voyaga yetadi. Hammasi o'zimizda aslida. Rahmat.